Ha Sarvar, keldingmi ishxonaga? Ha aka, Sattor shunaymi? Ha, kelgan bo'lsang eshikni och Sarvar. Ochdim aka. Ha, ichkariga kir. Kirdim aka. Ha, endi svetda yo'q. Svet yo'qmadi aka. Ey, lapashang, chap tomoningga avtomat bor, o'shani ko'tar. Topdim aka mana. Ko'taraymi? Ha, ha. Ko'tardim aka. Voy bile, svet yo'qmi? Sarvar, svet yo'q olgan bo'lsang qara. Endi sartaroshxonaga kirasan-da, hamma joyda bitta boshdan tozalab chiqasan, tushundingmi? Bitta boshdan tozalaymi? Ha, shunday. Hozir yes qilamiz aka. Aka, bitta boshdan toza qildim men buni. Ha, ana endi klient kelsa, klient sochini ol Sarvar. Ha aka. Klient keldi aka. Boshla bo'lmasa. Yaxshimisiz? Aka, sochni sotasizmi? Aka, bu sochim sotmayman deyapti. Men senga sochini sot ol demadim, sochini kalta qil dedim. Ha, endi tushundim. Qara Sarvar, sochda men aytganday qilib ol. Soch qalin bo'lsa, birinchi tepasini arraqaychi bilan siyrak qilib ol. Ha aka. Aka, klient qo'ymayapti araqachni olishimga. Ha, bo'ldi, arraqaychi bilan qo'ymagan bo'lsa, apparat bilan tamom. Hozirda aka, klient qo'chib ketdi. Sochini to'g'ri oladingmi o'zi? Aka, как положено qilib, Akmal Tamov, Qurbonali Qurbonov, Bobur Vasayevdek qilib oldim. Aka, qiziq, klient pulni bermadi. Ha, qo'yaver shogird, o'zi hamma klientlar shunday degan. Sochini oldiradi-da, pul bergisi kelmaydi.